Moskvadan O'zbekistonga avtobus xizmatlari do'stlar. Mana ukalar joylayapti yuklarni. 50, 60, 70 kilogacha yuklarni ola olasizlar. Mutlaqo besplatniy yuklarni ketishi. Faqat ixcham qilsanglar bo'ldi. Moskvadan Toshkentga primoy reyslar bilan avtobus xizmatlari do'stlar. Qiziqqan insonlar telefon qilasizlar, ekranga nomerlarni yozib qo'yamiz. Mana ukalar joylashyapti. Telefon qilib kela olasizlar. Nomerlarda Max, Telegram, WhatsApp hammasi bor, imo ham bor. Telefon qilib bir kun oldin joylarni zayin qilib qo'yinglar. Hozir odam ko'p. Bir kun oldin joylar zayin qilib qo'ysalar, mestalar band bo'ladi. Kelib bemalol joylashib ketsanglar bo'laveradi. 19:30 da reysimiz. Avtobus Moskvadan Toshkentga 01 O'zbekiston nomeridagi avtobus do'stlar. Mana ukalar hammasi hozir joylashib, paspiska pamestdan o'tirib ketadi do'stlar. Telefon qilib kela olasizlar. Qiziqtirgan insonlar savollarini kommentariyaga yozsanglar ham kommentlarda javobni beramiz do'stlar. Moskvadan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri avtobus xizmatlari do'stlar. Bitta like bosib, podpiska bosib, podlashkada bo'linglar do'stlar. Avtobus xizmatlari qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozsanglar, kommentlarda javob beraveramiz do'stlar. Hozir sumkalar joylanadi, o'tirib hamma yo'lga ketadi. Tamojlar keladigan bo'lsa, tamojlar hozircha yaxshi o'tish. 5-6 soat zadeshga bo'lib kutilyapti, lekin o'tish yaxshi. O'zbekiston nomeridagi avtobuslarda kim ketmoqchi bo'lsa, telefon qilasizlar. Batafsil tushuntirib o'tamiz do'stlar. Avtobuslar komfort, hamma sharoiti bor. Konditsioner, monitor, hamma sharoiti bor avtobus do'stlar. Kullerigacha bor. Telefonni quvvatlash uchun zaryadkalari bor do'stlar. Bemalol telefon qilib biz bilan bog'lanib kelishingiz mumkin. Moskvadan O'zbekistonga avtobuslarimiz, telefon qilib kela olasizlar. Tanlovda shubha bo'lmaydi. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz do'stlar.